Bugun O'zbekiston Portugaliyani qo'y yog'isini chiqaradi. Komil! Kechir meni hayotning nodon bolasi. Qadringni bilmadim, ey birinchi yor. Sotak, yurmayqa futbol ko'ramiz. Xotir endi uzr, O'zbekiston o'ynaydi-da. Yetta kelib qo'y deyman-da, omma monitorda zo'rini o'rnatibdi. Bugun futbolda qichig'i bo'ladi. Va rais bor ekan, men ham futbolni cho'tga o'ynayman, bitta ko'ring. Skori chaqiringlar, kim ichirdi bunga? Futbolchi degan manaqa bo'ladi. Men mahallani komandasiga legioner olib keldim. Katta transfer qildim, qarab turish. Mana bolani qo'shni mahalladan 2400 so'mga sotib oldik. Hozir driblinini ko'rib chiqamiz. Pulga kuydik. Yuring sekin, ha. Nima bo'ldi bunga? Ha, rais bu Ronaldo muxlisi. Kecha Messi 2 ta o'yinni 5 ta gol urgan ekan, mazasi qochib qoldi. Bugun o'zbeklar Ronaldo'ni qamanda o'qiladi, komaga tushirib qo'yadi. Futbol vaqti ham bo'lib qoldi. Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 23-iyun, seshanba. Bugun O'zbekiston bilan Portugaliya o'ynaydi Ronaldo. Tufligim ko'rindimi? Ko'z tegmasin, mahallamizni blogeri zo'r ijod qilyapti. Podpiska tashab qo'yish. Rais boshlandi. Ronaldo qoch sonib kelyapti. Bo'pti. Hayvon, yana tishini yuvmasa ham mashlab oqartirib qo'yaman yana. Bundaqchi? Ana krasavchi bo'ldi. Akin qaytada haydab yuribdi. Haydarlarga beraman-da. Sarrepdan ketasan-da. Ey, kamina g'alaba qozonadi. Tomosha qil derazadan. Quyosh qilar jiz. Dadan keldi, qiz. O'g'ilton yarim kechasi qo'y yog'iga yuribsizmi? Otaxon chumizga nasizga aralashmang, bu yerda rep battle bo'tdi. Repmi? Qahmanda o'qilaman, qarab tur. Rep aytaman, eshit hayotni dog'i, eshitganlarni gullaydi bog'i. Sen yurgan yoshlik chog'i, Eminemni men ko'targanman qo'y yog'i. Ko'z tegmasin o'zimga. Round hida. Yomg'ildi otaxon. Pato yordingiz lekin, sizni bu yo'l kelajak kutyapti. Uyga borgan seni katta narsa kutyapti, hayvon, maykay plos. Cheriyni mashinalari zo'rda o'g'lim, yig'ib qo'ygan pulim bor. Bitta mashina olib chiqay, sen mashina o'tirib tur. Davay pa. Qizim, vodiyda filiallar borligini umuman bilmagan ekanman. Albatta, Andijonda ham, Farg'onada ham, Namanganda ham Cherry'ning filiallari bor. Ha, vodiyliklarga maza bo'pti-da. Bo'ldi, rasmiylashtiramizmi unda? Bo'ldi, qizim, mana yig'ib qo'ygan pullarim bor. Cherry lady. Dada mashinangizni pulini prodyuserimga tikib yubordim, uzr. Qizim, ambulatoriyaga admin bo'ladigan odam bor ekanda, yetdagi kelim mana. Olmaz, mashina olaman o'yni, qanaqa mashina olding? Gibrid. Gaz bersang ham yuraveradi, ovqat bersang ham yuraveradi. Stressga chiqma. Gay, sekin ketgan. Mashina olib minib yuraman deyapti-da. Pap, yangi stilimga nima deysiz? Irayni hammasi deyman, ko'tarishtonda. Yaxshimisiz? Vau, qanaqa atir sepasiz, rosa shirin ekan. Qanaqa atir? Shunaqa tayinlayman. Kattalar yoshlar ko'rishsin, bir-birini bilishsin deyishuvdi. Shunga dadam ham keluvdilar ko'rishgan. Yaxshimisiz? Oshnalaringiz bilan kelmas, narda o'ynab o'tirardik. Nimani hidi kelyapti? Qo'lingizni ko'taring-chi. Qo'ltiq ham qo'ltiq sho'ri bo'lib qolibdi-yu, kolonka bas beryapti. U bu narsa sepib chiqadi uchrashuvga. Yuringlar endi kelishga kelibsizlar. Sal bezbezroq ekan qizim. Shunga dadam ham biz bilan uchrashuvga chiquvdilar. Xijolat bo'lmayapsizmi? Ketdi unda aylanamiz. Jijji uyalchan ekan-a, dada? Jijjamas ancha. Shu dadam bekor chiqdimmi deyman-da. Tayyormisiz, qaynota? Namgarchilik bo'lmadimi, dada? Sela pasta bo'lib ketdi. Antoshka, paydiomka, kartoshku. Bo'ldi, janim jon ekansiz o'zi ham. Bo'lmasa detskiga chiqdik. Hozir qo'limni tiqaman. Yesanglarchi, nan qaytiravermasdan. Sizni bir restoranga olib kirasiz deb o'ylovdik-da. Qanaqa restoran? Qizingiz bilan uchrashuvga o'zingiz mochilar chiqib oldingiz. Bo'pti, menga qarang, mashina-poshingiz bormi o'zi? Mono bor. Bu quyoshda saqlaydigan bor. Olaman mashina. Nima mashinam bo'lsa nima bo'pti? Siz shopringiz bo'lamanmi? Siz olib yuramanmi? Baxtimizga nima aloqasi bor mashinani?
Bezbetli ham evi bilan-da. Bo'ldi. Senga beradigan qizim yo'q. Tur ketdik. Mashinani ham dami qo'yib yuboribdi qizim. Endi nima qilamiz, dada? Ey, mashinalarni o'rnating. O'zimizniki bo'lsa ham jahon standartlariga javob bera oladi. Yamalarni ko'rmaganda o'tib ketadi. Sizni mashinangizda dami chiqdimi? Menga qizingizni bermasangiz, hayotingizni ham dami chiqib ketadi. Ali Tabibinskiy ishga tushdi. Bemorlar kelinaveradi. Kimning abati? Sizda nima kasallik? Menda kasallik emas, meni bolam kvadrober bo'lib qoldi. Bobik, opke. Brat, unaqa ishlarga meni aralashtirmang. Keyingisi. Sizda nima kasallik? Tabib, bir oydan beri uxlamayman. Uyqusizlik kasalligiga uchraganman. Men sizni bitta uxlatib qo'yaman, ishoning. Ustiga adyol tashab qo'yinglar, baza qilib uxlasin. Keyingisi. Sen qo'yag'i bilan o'tkazsapan ichishga qarshi lecheniya qiluvdi, to'g'rimi? Bitta ichadigan bo'lsa, bitta barmog'ingni uydagilarni kesib yuboradigan edi. Nima bo'ldi? Vo, onasini ham sen qo'yag'ida barmoq qolmabdi-yu. Oyog'imdagi barmog'im ham qolmadi. Lekin maza qilib ichkim kelyapti-da, tavukda. Nima tavsiya berasiz? Hozir bitta barmog'ingni kesib yuboraman, ichish tugul hayotga ham qiziqishing qolmaydi. Yo'qol hayvon ko'zing yo'lamay o'ligi. Oyog'im qiziyaptimi? Tur yo'qol itga o'xshagan hayvon, oling balo kvadrobrizni. Yashamayli ekanda.